Salam do'stlar, yaxshimi? Bugun do'stlarga kichik vaqtlarimizda intayin yoqtirib yeydigan mashina pralnikni qilish usulini ilib keldim. Qilish usuli bir qadar oddiy, bir ko'zanglardan o'rganib olasizlar. Ta'mi intayin yeyishlik, churuk chiqadi, tushunkilik chaylarimizga intayin mos keldi. Bizlar do'stlar boshlab ketdi. Avval siyroq mayni qachimizga silib, shakar uni bilan aralashtirib olamiz. Toza yaxshi aralashib bo'lgandan keyin bir dona tuxumni chiqib, yana aralashtirib 70 gram kraxmal uni solamiz. Yana aralashtirib 2 gram atrofida shamsolchini qo'yamiz. Bu bo'lmasa qo'ymasaqmi bo'laverdi. Zaytun maydan 60 gram atrofida qo'ydim. Aralashtirib mush halolatga kelgan vaqtida 4 gram podolfinni silib 300 gram un, ya'ni odatda tomoq ishlatadigan tonjin menfindin sap toza yaxshi aralashtirib xamir holatga keltirib olamiz. Xamirimizni tayyor bo'ldi. Endi og'zini itib qo'yamiz. Endi bu yerda ichimlik butilkasidan foydalanib, mashina pralnikning qilibini yasab olmoqchi. Ar qo'shiqni o't qisib olgandan keyin mushnaq silib, ustigacha ko'tarib mushta tishlarni chiqarib tayyor qilsak bo'lgan. Ichimlik butilkasini bunga qaychi bilan kesib tayyor qilsak bo'ldi. Endi xamirimni sap boshlab ketdim. Moya kelganda o'zim bilmay qilib qo'limning qanchalik og'rig'ini xeyli kuch talab qilgan bu yerda. Shuning bilan ikkinchidan boshlab yo'ldoshimni yordamga chaqirib yo'ldoshim qilish berdi. Mushu mashg'ulotlarni qilayotganda qizlar duxovkamizni 180 gradusda 10 minut qizitib turamiz. Oldin qizitib olgan duxovkamizga silib 170 gradusda 15 minut pishirsak ham tayyor bo'ldi. Men araliqda kafirimni tayyor qilib oldim. Mana do'stlar, bizning mashina pechenimiz tayyor bo'ldi. Shunchalik sinib, shunchalik chiroyli pishibdi. Amsa do'stlar, filmni yulib ketishdan burun old raqamni yo'llab, men texnik guanjo qilmagan do'stlar, guanjo qilishni unutib qolmanglar. Amsa do'stlar, sizlarni suyman.